Assalomu alaykum YouTube ahli, hurmatli birodarlar. Jallovoddagi obyektimiz, ya'ni masjidimizni qo'lning belgilalarini, agrajdeniyalarini yasab bitirdik. Sizlarga mana video obzor qilib ko'rsatamiz. Agrajdeniyasi 3 qatorli qilib qilingan. Qo'lning agrajdeniyasi. Kazirog'lari ham nержавейкаdan, usti poligal, firmalar qilib juda ham chiroyli nержавейкаlardan qilingan, zanglamas metal. Navis taylar agrajdeniyya, podvalga tushib ketadigan xotimiz porучный и podvalda oyoq kiyib qo'yilgan stillaji. Hammasi nержавейкаdan. Xo'p, kazirog'ni tagiga agrajdeniyya qilib berganmiz. Nержавейкаdan bu ham 4 qatorli fasonimiz. Kalso agrajdeniyamiz bo'yi past qilib, kalso qilib qilingan. Bu yerga bir mevali daraxt ekilsa kerak. Mana bu ikkinchi kalso agrajdeniyamiz 2 qatorli qilib, bo'yi past qilib qilingan. Va yana sizlarga bir narsa ko'rsatamiz. Bu yuvuvchimiz. Mana bu ambarimiz. Nержавейкаdan ambarimiz. Bu ham shu masjidga qilib berilgan. Mana ambar hozirgi kunda hamma masjidlarda yangilanyapti. Shu ambarimiz, umuman yuvuvchimiz mana. Bular mana oyoq kiyim masjidga namoz o'qigani kelgan birodarlarimiz oyoq kiyim qo'yadigan stillajlar. Bular ham nержавейкаdan. Men sizni ko'rmagan ummatman o'sha. Assalomu alaykum. Masjidimizni kirolish xotiga ham nержавейка 4 qatorlik belgilar qilib berganmiz. Tortqinlar moziga xilvat, sizlar yasrib kezib yursaydim faqat undirsa rozidim. O'shal muhabbat. Assalomu alayka Mustafa Ali. Uzilib dunyoning armonlaridan uyg'onib bilolning azonlaridan yo'lingizdan chiqib bir bora desam assalomu alayka Mustafa Amin. Assalomu alayka ya Rasulullah. Assalomu alayka ya Nabiyallah. Assalomu alayka ya Rasulullah. Assalomu alayka ya Habiballah. Assalomu alayka ya Rasulullah. Assalomu alayka ya Nabiyallah. Assalomu alayka ya Rasulullah. Assalomu alayka ya Habiballah. Muhammad. Ishimizni oxirida mana tahoratxonaga oyoq qo'yib tahorat oladigan qilib berdik. Juda ham mustahkam chiqdi, ko'rib turganinglardek. Va hojatxonada yoshi katta, nogiron, o'tirsa tura olmaydigan shunday odamlar hojatxonaga kelib qolsa, o'tirganda oyog'i og'riydiganlar, ushab turadigan qilib berdik.